Biz hozir sizlar bilan brushda to'xtagan edik. Ya'ni brushni vazifasi tepada qanaqa vazifani tanlasanglar, qanaqa rangda qilsak shunaqa qilib chiqarib beradi. Ko'rishimiz mumkin, 15% suv 5% qilib mana qilib chizib beryapti. Agar buni 100 qilib qo'yadigan bo'lsam, 100 qilib chizadi. Xo'p, pencil tool biz pencil toolda ko'proq soch tollarini chizishda foydalanamiz. Biz ko'rganmizki, ko'p chet ellik dizaynerlar bundan soch tollalarini chizishda foydalanishadi. Xo'p, umuman olganda brushda ham qilish mumkin, ya'ni eng kichkinasiga qo'yib turib chizish mumkin. Bular bir-birini ya'ni to'ldirib ketishadi. Ikkalasi ham, brush ham, bunisi ham. Xo'p, endi mana bu keyingisi esa boshqa to'llari vazifasini bajara olmaydi. Xo'p, bu qanday ishlaydi deydigan bo'lsak, hozir biz mana bu rasmni qirqib olamiz. Xo'p, qirqishda xohlagan usulimizni tanlashimiz mumkin. Xohlasak mana shu magic tool, xohlasak lassoda qirqib olishimiz mumkin. Xo'p, men Selectga kirib subject qilib kesib olaman. Hozir bunda kompyuter o'zi analiz qilib bizga kesib beradi mana. Xo'p, mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, professional qilib subject kesib bera olmaydi. Shuning uchun o'zimiz lassoda olib mana plyusiga qo'yib olib, chunki birlashtiryapmiz, kesib olamiz. Uchini shunaqa qilib birlashtirib olamiz. Xo'p, endi bu yerda esa kesish kerak. Kesib mana kerak birlashtiramiz. Xo'p, buni ham горячий klavishlari bor. Ya'ni enterda bossak mana pils bo'ladi. Yana qilishdan oldin ham mana shu narsani bajarishdan oldin ko'rishlar mumkin. Enterda bosganimizda plyus chiqyapti, altda bosganimizda minus chiqadi. Xo'p, endi mana bu yerni ham qo'shib olyapman mana. Enterda bosib, qo'shib bu yerda ham qo'shyapmiz. Xo'p, endi Ctrl J qilib kesib oldik. Endi bu yerda modulni olaman, chunki jildirishim kerak. O'chirib qo'yishimiz mumkin mana. Endi ko'rishimiz mumkin, mana bu ranglari отражение bergan, ya'ni bir-biriga shuvalib ketgan. Xo'p, endi mana shunda bizga mana bunda biz color replace tooldan foydalanamiz. Mana hamma yo'q sariq bo'lib ketgan. Bu eng zo'r ishlaydigan tool hisoblanadi, ya'ni SMM post yoki shunaqa dizayn qilayotgan bo'lsanglar, bunaqa rang bilan ishlata olmaysizlar. Shuning uchun mana shu tooldan foydalanamiz. Xo'p, buni ishlatishda o'sha bizga kerakli bo'lgan rangni oldiga qo'yib olamizda, altni bosib o'sha yerdan rang olamiz mana. Ya'ni yaxshiroq yerdan olamiz, keyin ko'kroq yerdan olaylik. Xo'p, mana bo'yab chiqaveramiz. Ko'ryapsizmi, shunaqa o'zini rangida zo'r chiqadi. Bu tool shunaqangi zo'r, xuddi realniy qilib chiqarib beradi. Qanaqa rang olsak, ana shunaqa qilib bizga rang qilib bo'yab beradi. Bu yerda brushcha kichikroq qilib bo'yaymiz. Chunki mana oyoqqa chiqib ketmasligi kerak. Mana qilib bo'yab yuboradi bo'lmasa. Chiroyli qilib bo'yashimiz kerak. Xo'p, endi bu yerlarni ham bo'yab olamiz. Yana bu yerga keladigan bo'lsak, mana oqni qilib bo'yashimiz kerak. Mana bu pastdan bunaqa qilib qo'ysak, oqqa o'tib qoladi. Mana strakani bossak. Keyin mana oqni bo'yasak bo'ladi. Krossovkasini oppoq qilib bo'yayveramiz. To'g'ri ham bo'yab qo'yamiz. Yana bu yerda shimani bo'yamoqchimiz, yana rangini o'zgartirmay aylantirib bo'yayveramiz. Xo'p, endi bu yerga kelib jenfir ham mana bu yerda sariq. Bu yerdan ham altni bosib rang olib, jenfirni ham bo'yab olamiz. Bu to'lni eng zo'r naqasi xuddi o'zinikidaqa realniy qilib bo'yab beradi. Shunday qilib
bo'yab chiqishimiz mumkin. Xo'p, endi bu yerni ham bo'yab olamiz oqqa. Ya'ni pipetka shart emas. Pipetkadan ham qilishimiz mumkin. O'zidan ham rang olaman. Undan ko'ra pipetkadan rang olib o'qib qilgandan mana shu Color Replacement tool orqali bo'yashimiz yaxshi chiqadi. Chiroyli qilib kesib, mana shu rasmni qo'yib qo'yaman. O'zinglarni sinab ko'rishinglar mumkin.